черепное давление haqida gapirmasam bo'lmaydi. Chunki bu mavzu eng dolzarb mavzu hisoblanadi. Azizlarim, qabulimga kelgan har 3 ta bemorning ikkitasida nimagadir doktor, mani черепное давлением bor ekan degan shikoyat bilan kelishadi. Aslida bunaqa tashxis yo'q. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Agar sizga ham kimdir черепное давлением bor degan bo'lsa, unda videoni oxirigacha ko'ring. Черепное давление aslida bu kasallik emas. Bu biron bir xil nevrologik kasallikning bir simptomi hisoblanadi. Nevrologiyada, umuman meditsinada черепное давление degan tashxis qo'yilmaydi. Agar kim sizga shu tashxisni qo'ygan bo'lsa, yoki chala savod yoki shunchaki tabib bo'lsa kerak. Azizlarim, shuning uchun черепное давление bor deb bir umr dori ichmang-da, keling asosiy kasalligingizni davolaylik. Черепное давлениeni qanday davolaymiz va qanday qilib uni tekshirib sizga diagnoz qo'yib berishimni istasangiz, hoziroq kontaktlar ko'rsatilgan, qo'ng'iroq qiling yoki qabulga yoziling. Men sizga har qanaqangi bosh og'rig'i va черепное давлениeni 5 kun ichida davolab berish metodologiyasini taqdim etaman.